qirolicha kursdan maqsad qo'shishdan boshlab birma ketin hammasini o'z sohamda ham o'zim uchun ham qo'llab kelyapman. O'zingiz inson sifatida o'sish uchun qanaqa maqsadlar qo'ydingiz o'zingizga? Kursni bitirmasdan $200 dan $1000 ga chiqish, 2000 ga yaqinga chiqish zo'r-ku. Instagramda mashhur bo'lish boshlanilibdi. Nima muammoyingiz bor? Doim bugun yechamiz, nima muammoyingiz bor? Rivojlanmaysiz, taqataq to'xtatish kerak. Assalomu alaykum. Bugun bizning razborimizda Dildora Namangandan o'zini xususiy bog'chasiga ega tadbirkor ayol. Dildora, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshi. Qirolicha potokida o'qiyapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Hozir hali bitirmadik. Kursdan qaysi darslarni oldingiz va qaysilarini ishlatdingiz? Kursdan o'sha qirolicha kursdan maqsad qo'shishdan boshlab birma ketin hammasini o'z sohamda ham o'zim uchun ham qo'llab kelyapman. Oldinlari bitish boshlashdan maqsad qo'ymasdim-da. Bu bog'chani ham o'sha biznes, pul topish maqsadida ochganmiz. Asosiy maqsad pul bo'lgan. Keyin o'ylab anaqa qilsam rivojlanishim chiqmayapti-da, natijani chiqarib bera olmayapman. Keyin kursingizni o'qigandan keyin bildimki, menda maqsad yo'q. Birinchi o'rinda o'sha maqsadni qo'yib olish kerak degan tushuncha keldi, keyin qo'ydim. Endi natijalarim oldin $100, $200 o'zimga sof qolardi. Endi bu oydan, masalan, mart, aprel oyidan 1000-2000 ga ko'tarilyapti. Wow, aprel endi hali endi boshlandim martdan. Qaysi bilimlarni ishlatdingiz unda? Klient bilan ishlash, mijozlar bilan ishlash, reklamaga ko'proq urg'u berdim. Oldin Instagram yuritmasdim. Bog'cham ochilganiga yil bo'lgan bo'lsam, Instagramim yo'q edi men. Lekin reklamaga baribir urg'u berish kerak ekan deb qayta hamma darsingizda bor-da, asosiy bitta marketingda o'sha reklama ekan. Reklama o'sha Instagram orqali ham juda ham ko'p so'rab kelishadi. Instagramda ko'rdik, men bu bola mana bunaqa bo'pti. Men ham bolam xohlayman shunaqa bo'lishni deb ota-onalar iltimos qilib ko'rib olib kelishadi. Kursni bitirmasdan $200 dan $1000 ga chiqish, 2000 ga yaqinga chiqish zo'r-ku. Zo'r. O'zi atrofdagilar ham sezishdimi o'sayotganingiz? Da, sezishyapti. O'zi 50 o'rinli bog'cha, bu oydan уже 60 tadan oshib ketdi bolam. Kursga kelishingiz avval nechta bola edi? 40 taga yetmasda, 45 ta o'ynardi-da, har oy bunday bo'lib stabilniy yo'q edi. 40 taga Yetmagan edi. Zo'r. Men bog'chadagilar nimaga hammasi yaxshi natijaga erishadi. Chiqadi. O'rgatgan darslaringiz qo'llasa, hammasi. Qaysi noyob savdo taklifni qaysini qo'lladingiz? Noyob savdo taklifi. Noyob savdo, masalan, bitta klient kelsa, sizni orqangizdan tavsiyangiz bilan kimdir menga kelsa, sizga ustupkasi bor. O'shani qo'lladim. Lekin u narx o'zgarmaydi. Masalan, bu oy shu klient kelgandan keyin tushib bersam, keyingi oyga ham o'sha narxda ushlab qolaman. Bu mijozlarga yoqdi, xursand. Yana og'izdan og'izga reklamaga o'tyapmiz-da. U lekin mijozlarni ko'paytirish strategiyasi. Bizga noyob savdo taklif boshqa-ku. Noyob savdo taklif ba'zilar ovqatga alohida urg'u beradi, ba'zilar soat 7-8 gacha ham ishlaydi, ba'zi bog'chalar shanba kuni ham ishlaydi. Biz o'sha shanba kuni ham ishlaydi. O'sha noyob savdo taklif. Shanba kuni ishlash, noyob savdo taklif. Qolganlar shanba yakshanbadan bo'lsa, bizning bog'chamiz shanba kuni ishlaydi. Bu noyob savdo taklif. Ishlaymiz shanba kuni ham bizda. Ota-onalar ishlaydigan ota-onalarga ayniqsa yaxshi. Bayram kunlarda 2 kundan bo'lib qolsa, yo bizda 1 kundan keyin yana ish boshlab yuboramiz. Chunki bayram kunlarida ota-onalar ham dam olgisi keladi. Ba'zi ota-onalar shuni xohlaydi-da. O'sha kunlar ham biz ota-onalarni qo'llaymiz, чтобы ular ham bo'sh vaqtlarida o'zlariga vaqt ajratsin degan maqsadda. O'zingiz inson sifatida o'sish uchun qanaqa maqsadlar qo'ydingiz o'zingizga? Bizni bog'chamizda o'qiyotgan, masalan, tarbiyalanayotgan bolalar kelajakda ham o'z o'rnini topsin, jamiyatda qiynalmasin deb masalan degan maqsadimiz bor-da. Yo'q, o'zingiz baxtliroq, boyroq, muvaffaqiyatliroq his qilishlik uchun o'zingizga qanaqa maqsad qo'ydingiz? O'zingizga, bog'changizga emas, o'zingizga. O'zimgami? Asosan o'sha moliyaviy savodxonligimni oshirishim kerak ekan men. O'sha birinchi maqsadim o'sha. Pul topasiz, to'g'ri sarflamasangiz ham u ishlaganingiz bekor ekanda. Natija birinchi o'rinda shu moliyaviy savodxonlik ham odamga juda katta muhim ekan. Qancha topsam ham oldin haligi o'rniga qo'shishga qiynalardim-da.
topgan pulim hisoblasam oyni oxirida shuncha, lekin qo'limda qolmaydi deb birinchi o'rinda o'shanga maqsad qo'ydim. O'zimga ko'proq sizda hali energiyam ketib qoladi, sizlarga bo'lsam deysiz-ku, o'shanda menga odamga energiyasi bo'lar ekan, energiyani to'ldirish kerak ekan degan narsani o'zimga qo'ydim. Masalan, shopping qilaman, nimadir borib o'zimga olsam, xursand bo'laman-da, kayfiyatim ko'tariladi, ishimda ham anaqa bo'ladi, keyin bilinadi u. Xodimlar bilan aloqani yaxshilashga e'tibor berdim. Masalan, bayramlarda ularga qanaqadir bonuslar qilib berasiz, qo'shimcha yaxshi ishlaganiga bonus qilib berasiz. Shopping qilishni boshlabsiz. Daromad $1000 ga chiqdi. Xodimlar bilan yaxshi aloqalar o'rnatilibdi. Instagramda mashhur bo'lish boshlanilibdi. Nima muammoyingiz bor? Doim bugun yechamiz, nima muammoyingiz bor? Masalan, sizni qarindoshlar ham kelishadi-ku. Masalan, men bolamga buncha qilib bering, buncha qarindoshlar bilan qanaqa yo'naltirish mumkin biznesda. Masalan, o'shalarni o'rnini to'ldirish kerak-ku. Men sizdan qo'lingizdan pul oldimmi yoki siz bizga sotdimmi? Kursimni? Yo'q. Menejer gaplashadi. Menejer o'zi hisob kitob qiladi, menejer gaplashadi. Skidka qilib bering, qarindoshimisiz, u bu desa, menejer bilan gaplasha qo'yinglar. Uni o'zini hisob kitobi bor, o'zi arendalarni to'g'irlash kerak, xodimlarga oylik berish kerak. Men haq qilmayman, mana qiz hal qiladi. Lekin bizda endi qarindoshlar bilan nima bo'lsa ham, qarindoshchilik o'z yo'liga, xodimlarga oylik berishingiz kerak. Uyalishsin, sizni o'zingizni xodimingiz ularga telefon qilib, bog'chani to'lovi borida qilib olasizlarmi deb o'zi telefon qilsin. Siz emas. Siz ismingiz nima edi? Dildora. Dildora bilan o'zi bilan gaplashamiz va bugun men отчет qilishim kerak, bugun o'z bera olasizlarmi pulni deyish kerak. Siz pulli narsalar haqida gaplashishingiz kerak emas. Dildora, bizni qarindoshchiligimiz bizga yaxshiroq qilib bering desa, meni menejerim boshqaruvchim bor-ku, uni hisob kitobi bor-ku, u oylik beradi-ku, u ismim o'zi bilan gaplashinglar, men hisob kitobga aralashmayman. Men faqat marketing bilan Instagramga qarab yuraman. Umuman har bir menga telefon qilib so'radi. Yo'q, uzr deng. Nima, biz o'zi kichkina boshqa endi o'z o'qituvchilarimga oylik beraman-ku deb. Pul baribir jigardan paydo bo'lganda, u o'qituvchilarga oyligingiz nasiyaga nimaga ishlab bo'lmaydi? U nasiyadan keladigan pulni berib yuborgan pulingizni siz reklamangizga sarflashingiz mumkin. Yaxshiroq o'qituvchi olishingiz mumkin, yaxshiroq o'yinchoqlar olishingiz mumkin. U barakani qochiradi. Pish barakani qochiradi. Hech kim hurmat ham qilmaydi. O'shaning uchun tekin narsani hech kim qadriga yetmaydi. O'shaning uchun oylik berishimiz kerak, Instagramga pul berib olishimiz kerak, chiqimi ko'p ekan o'zi bog'chani ham deb bezlar cholish kerak. Odam ajrat bo'lmaydi. Odam ajratish halol emas. Xudoyim bizni ajratmaydi-yu. Men bandamga hozir yoz qilib beraman, men sizga qish qilib beraman demaydi-ku. U siz o'zingiz yaqinlarga skidka qilib bermaslik norma deb o'zingizda qabul qilsangiz, ular shunga o'rganadi. O'zingizda qabul qilmagan, siz o'zingiz o'ylaysiz qarindoshlarga skidka qilib berish kerak deb. O'zingizda u narsani qachon yo'qotasiz? Men odam ajratmayman deyishingiz kerak. Men odamlarni tabaqalamayman, men odamlarni ajratmayman, chunki Alloh odamlarni ajratmaydi. O'zim men bunga hozir qish qilib beraman, men bunga anaqa qilib beraman. Men bu gapira oladi, men bu ko'rmaydi deb. Odam ajratmaydi Alloh. Alloh ham bir xilda. Alloh odam ajratmagan, siz nimaga ajratasiz? Shuning uchun uni o'zingizda o'zingiz hazm qilib, yo'q yaqinlarga qilib bermaslik bu norma degan kuningiz o'sha ular pulni to'lashni boshlaydi. O'zingiz bilan o'zingiz kelishib olishingiz kerak birinchi o'rinda. 100% pulli narsani siz bilan hal bo'lish kerak. Sotuv menejerlari, menejeringiz, bosh ish yurituvchi sizda hozir birinchi yaxshi ish yurituvchi kerak. U ish yurituvchiga kelajakdagi planlaringiz, bir oy ichida nechta o'quvchiga yoki nechta bolaga bog'cha ko'payish kerak, Instagramga nechta obunachi yana qo'shilish kerak deb ish boshqaruvchingiz bo'lish kerak. Yaxshi. Ish boshqaruvchingiz sizdan katta bo'lish kerak. Ish boshqaruvchingiz oldin bog'chada ishlab chiqqan bo'lish kerak. Ish boshqaruvchisiz delegirovание o'rganishingiz kerak endi. Siz ketsangiz ham bog'cha ishlashligi uchun. U bog'chadan chiqqan chestный rusmi, tatarmi ayol bo'lish kerak-da. Bog'cha opalar bilan ishlaydigan, SLM bilan ishlaydigan, такой заведующий bo'lish kerak. O'zingiz yugurishingiz kerak emas ijtimoiy. O'shanda siz как бы ta'sischi bo'lib, biznes egasi bo'lib qolasiz. Pulli masalalarni bilasiz-ku, bizani Tanya rosa qattim qo'lda. Ular umuman qarindoshlarga skidka qildirmayapti. Siz emas, sizni xodimingiz qildirmayapti. Chunki uni hisob kitobi bor, uni отчети bor. Siz emas bu yerda.
O'shuning uchun qattiq qo'llar shunaqa sovet davrida yuradigan ayollar bo'ladi. Mana bu kelgan opadagi qattiq qo'l. Undan ota-onalar vaqtida to'lashga qo'rqish kerak, bolalar qo'rqish kerak, undan ustozlar qo'rqish kerak. O'zingiz hurmat qilib turishingiz kerak, buni bilimi bor deb. U chestniy bo'ladi hamma narsa. Oldin bitta bog'chada ishlab chiqqan bo'lish kerak. Uni boshqa bog'chadan kattaroq oylikka o'zingiz olib kelasiz. Shunda sizda ustozlar bilan gaplashishga, anaqalar bilan, ota-onalar bilan gaplashishga yordam beradi. Любой biznesda хороший ko'p, плохой ko'p bor. Siz shunaqa bo'lishingiz kerakki, siz хороший ko'p bo'lishingiz kerak. Yaxshi. Boy kelinglar, yaxshimisizlar, bolalarni olib keldinglarmi? U плохой ko'p. Pulingni ber, san vaqtida kel ishga, mana u bola mana bu yerda o'tirsin degan siz oldingizga плохой ko'p kerak. Yomon ikkita politsiyskiy bo'ladi oilada ham, любой biznesda ham. Bittasi yaxshi politsiyskiy, siz xodimlaringizga yaxshimisizlar, tuzingmisizlar, yaxshi ishlayapsizlarmi deysiz. Yomon politsiyskiy kech kelding, oyliging kesildi, mana bu bo'ldi deb oldinga yomon politsiyskiy olishingiz kerak. Yomon politsiyskiy odatda tajribali bo'lishi kerak. Siz aytolmagan, ota-onaga aytolmagan, siz ko'rinib turibdi-da, gapingizni dadil aytolmayapsiz. Siz hozir 100% o'zingizni anaqalar vоспитательlarga ham ichingizdagini aytolmaysiz. Ota-onalarga ham ichingizdagini aytolmaysiz. Siz aytasiz, Tanyapanmi, Valyapami, Valyapa ota-onalar mana bunaqa vaqtda kelsin, o'qituvchilar mana bunaqa qilsin, mana bunaqa qilsin deysiz. Ularga siz yaxshi asoschi bo'lib, "Как вы yaxshimisiz?" deb yuraverasiz. Oldingizga shunaqa odam kerak. Sizdan tajribaliroq, uzoqni ko'radigan, sizdan kattaroq, strogiy politsiyskiy kerak. Shunda ota-onalar ko'rsa qo'rqqanidan pulni berib ketsin. Vоспитательlar ko'rganda qo'rqqanidan vaqtida kelsin, ishlarini to'laqonli bajarsin. U ayol chestniy bo'lib, u ayolga siz o'zingizni kutuvlaringizni ayting. Biza bir oyda 20 ta yangi o'quvchi kerak. Biz Instagramda shunchaga oshishimiz kerak. Hamma ota-ona davolni ketish kerak. Bizning bog'chamizda o'qishni bilib bitiruvchilar o'qishni o'rgatishimiz kerak. O'qishni o'rganib, hamma bukvalarni уже 5 yashar bola bilish kerak. O'zingiz normalarni o'zingiz tinmay o'qib o'rganishingiz kerak va o'sha ayoldan talab qilishingiz kerak. Siz bitta yurib, har bitta vоспитатель bilan gaplash, har bitta ota-ona bilan gaplash qiynalib ketasiz. Siz haqiqiy bog'chada qanaqalar rivojlanish kerakligini Toshkentdagi bog'chalarni o'rganishingiz kerak, o'zingizga investitsiya qilishingiz kerak va delegirovание o'rganishingiz kerak. Ya'ni boshqa odamni qo'li bilan ishingizni bajarishingiz kerak. Birinchi sizda bormi shunaqa ish yurg'izuvchi? Bor. Faqat unga polni bermaganman. Yo'q, polni bermasangiz ham hamma ota-onalarga, qarindosh urug'ga, xodimlaringizga aytolmagan gap u orqali yetkazing. Mana qilib qo'yishsin, mana qilishsin, mana qilishsin, mana qilishsin deb u orqali yetkazing. Buni yomon ko'rsin, siz yaxshi ko'rsin. To'g'ri. Tushundim. Tushuntiradimi? Tushundim. Endi borib qo'llayman endi bu oyda. Pulni unga topshirsam, bizni bog'chamiz shanba kunlari ishlaydi. Bizni bog'chamiz mana bunaqa deb gapirish uchun yana qanaqa UTP bor? Unikalniy торговый produkt nima bor? Bizni bog'chamiz mana bunaqa deb Navro'z qilib sumalak qildinglarmi bog'chada? Qildik. Молодцы, yaxshi. Bolalar uyiga sumalak olib bordimi bog'chamdan deb? Uyga bermadik-ku, o'zida bolaga anaqa qildik-da. Uyga bolalar har doim bir narsasini olib ketadimi? Ba'zida erta ketib qolsa, berib yuboramiz. Masalan, polnikka qolishmasa, uyga berib yuboramiz. Yo'q, ovqatdan emas, yasagan narsasi. Ha, olib ketishadi. Hayitga sovg'a yasadik, shirinliklardan uni olib ketishdi. Gрамотalar qildik. Har bitta gruppaga kanal, Telegram gruppa bor, har bitta rasmlar yuboriladi. Bor. Har kungilikni, har soatlikni mashg'ulotlarni hammasini jo'natamiz. Har bitta bolani даже individual shug'ullanamiz. Xuddi shu ayolning gapi sizga tegishli. Rivojlana olmaysiz 500 mingdan past oladigan bo'lsangiz. O'sha uni olib siz reklama targetga berishingiz mumkin. Zo'r reelslar olishingiz mumkin. Reklamaga, blogerlarga qancha zo'r o'yinchoqlar olishingiz mumkin. Rivojlanmaysiz, taqataq to'xtatish kerak. Bo'pti, qiyin bo'lsa olib ketavering, mana bu joylarim to'lib qolgan deyavering ochiqchasiga. Oshiring, 1 yil 6 oy ichida oshish kerak narxi. Oshirishdan avval qo'shimcha to'garak qo'shasiz, narxini oshirishdan avval. Bog'chaga ham qo'shimcha to'garaklar qilib, keyin boshqa o'quvchilar natijalarini qo'shishingiz mumkin. Shaxmat bilan gimnastika qo'shgan holda yana shaxmatni qo'shasiz, gimnastika bo'lishi mumkin. O'quvchilar soni 100 ga joyiz yetadimi?
Yetadi. 100 taga olib chiqib olasiz hozir. Qarindoshlarga skidkani to'xtatasiz. Targetga pul sarflaysiz, qarindoshlardan olgan pulni qimmatlatasiz. 500 ming juda arzon. Arzonda. Juda arzon. Unga qimmatlatishdan avval qo'shimcha servis va mahsulot qo'shasiz. Ya'ni nima qo'shishingiz mumkin? Montessorini bilasizmi? Montessorini o'yinchoqlarini Toshkentdan olib keldik. Montessoriga bizani vaspitatellarni o'qitdik. Qo'shimcha Montessori bo'ladi, shaxmat bo'ladi deb qo'shimcha narsalar qo'shib, keyin qimmatlatasiz bog'chani. 100 taga yetgandan keyin qimmatlatsangiz, 30 tasi chiqib ketsa, 70 ta o'quvchi bilan qolasiz. Va bu chiqib ketadi. Chiqimlaringizni yaxshilab hisoblab ko'ring siz. 500 ming juda ham oz. Oz 500 ming. Yo'q, qimmatlatsangiz, men aytdim sizga, qirolicha tarifidir. 400 ming, 400 dollar, 800 dollar, 1,5 ming dollar, hamma 1,5 ming dollardan oldi. Odamlar o'ziga, bolasiga eng yaxshisini ravo ko'radi. Lekin yaxshiligiga arzish kerak. O'ta shaxmat bo'lish kerak, o'ta Montessori bo'lish kerak. Uning uchun siz Toshkentdagi bog'chalarni o'rganib chiqishingiz kerak. Programmasini, pitaniyasini, rivojlanishini o'rganib chiqishingiz kerak. O'zingiz o'sha bilan band bo'lishingiz kerak. Ish yurg'izuvchingiz har kungi ishlarni yurg'izish kerak. Siz ham iPhone 14 ni, 14, 5, 15 Pro'larni chiqarishingiz uchun bog'changizni programmasini yaxshilashingiz kerak. Montessorida qanaqa o'rgatiladi? Montessorida o'yinchalar qanaqa bo'ladi? Bola amerikanskiy bog'chalarda nima bo'ladi? Yaponskiy bog'chada, Toshkentdagi eng qimmat bog'chalar nima uchun qimmat? Nima programmasi bor? Siz shu Namanganda nomer 1 bo'lish yo'nalishini o'rganishingiz kerak-da. Tushunarli. Bola programmasiga jiddiy qarashingiz kerak. Har oylik o'zingizga maqsad qo'yishingiz kerak. Har oyda 20 ta qo'shimcha bola kelishi kerak sizda, misol uchun. Har oyda nima qilaman uning uchun degan savolni o'zingizga berasiz. Qarindoshlarga, tanish bilishlarga jostqa men o'qituvchilarimga oylik berishim kerak, pitaniyasi bor, umuman to'g'ri kelmaydi deb uni direktor aytish kerak. Chunki hozir qarindoshlarga skidka qilib bersangiz, u degani ertaga bog'changizni sifati o'lyapti degan. O'zingiz shuni qattim turing. To'g'ri, shunaqa ham bo'ladi. Eng недовольный klientlar arzon to'lagan. Menda har doim eng arzon kursimni sotib olganlar eng недовольный kurslar. 500 mingga men biznes kursini berdim. Kecha bittasi bizga kurator qani deb meni lichkamga yozibdi. Xo'p, kiring 1,5 ming dollar o'tib bor kurator desa, yo'q, shumi endi bu marketing, pul qilishingiz yo'lim deb million xil xatlar yozib yuboribdi menga. 1,5 ming dollar to'laganlarim umrimda men direktorga yozmagan, bilishadi lichkam. Eng недовольный klientlar oz pul to'lagan klientlar bo'ladi har doim. To'g'ri, shunaqa bo'ladi. Premium segmentga chiqmoqchimisiz? To'lab yaxshimisiz deb o'zini kiyimidan, hayotidan xursand bo'lib chiqib ketaveradi ular. Shu arzonlar doim nimadir topib turishadi. Har doim kamchilik. O'shaning uchun odam majid bo'lmaydi. To'g'ri. Kimga skidka qilib bergan bo'lsangiz, har doim sizdan недовольный. Yoki bolasi yiqilib tushadi skidka qilib berganingiz uchun. Yoki boshini uradi, yoki bittasi boshqa odamni tishlab oladi. Shunaqa har doim o'sha skidka qilib bergan odam parod qiladi. Har safar eng недовольный klient bo'ladi. To'g'ri, shunaqa bo'ladi. Har doim hamma любой biznesda shunaqa. Любой biznesda shunaqa. Bo'ldi, tushundim. Tushuntiradimi? Tushundim. O'zingiz yo'nalishingizni yaxshi o'rganasiz, qimmatlatasiz, har oy 20 ta yangi o'quvchi qo'shiladi. Ish boshqaruvchingizni yaxshilab tarbiyalaysiz, ish boshqaruvchingizni yomon politsiyskiy qilib, hamma yomon xabarlarni o'yatsin, siz motivatsiya berib, ularni erkalatib, xursand qilib yuring. O'z yo'nalishingizni yaxshi o'rganing. Xo'p. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p.